Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Toshkent shahar gullari, gul bozori. Mana men sizlarga daraxt ko'chatlarini ko'rsatgan ekanman. Mana bu yoqda lambarzinasidan bunday tushib kelganinglarda, mana bunday kelyapsizlar. Bu yoqda mana Nosvoy bozor. Bu yoqda mana bunday yurib o'tsanglar, mana o'rtada suv bor. Mana bu Samarqand daryo baliqi deb yozilgan. Mana bunday kelganinglarda mana bu yerda Eshonbuvani joylari bor. Hozir oldilarida odamlar ko'p ekan. Sizlarga videoga olib tushuntirib beramiz. Juda ham chiroyli narsalari, baqvat, yangi assortimentlar olib kelibdilar, chiroyli narsalar olib kelibdilar. Hozir shular haqida qisqacha video obzor qilib tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum Eshonbu. Yaxshimisiz? Sariq bilan qizil. Hozir atirgul sotayotgan ekanlar. Bizlarni ham yaxshi eshitmayaptilar. Mana atirgullari ham juda ham chiroyli. Sariqdan beri o'ring. To'rtta berib o'ring yana to'rt. 8ta bo'ldimi jami? Mana bu yerda seriyam bor ekan. Bu seriyalar hidli bo'ladigan seriya. Mana bu nima ekan? Xurmo ekan bu. Shokoladli xurmo. Shtampiy atirgullar bor ekan. Seriyalar mana xilma-xil narsalar ham taqaraylar. Gullab turibdi. Shu yerga kelmasa ham gullab turibdi bular. G'azamat ota uzumlari juda ham zo'r. Kelin barmoq degani bor ekan. Uzumlarni ham turi ko'p, har xil nomli bilan ataverishlar. Men ham hozir hayron bo'lib qoldim. G'azamat otani eshitganman lekin. Kelin barmoq qora endi eshitishim. Noyob sortlar, noyob nomlar. Xullas, gul bozor o'zi qiziq, o'zidan gullari qiziq. Damskiy palochka. Mana bunaqa chiroyli atirgullar ham bor ekan. Hozir bularning ham narxlarini bilib beramiz. Tushuntirib. Eshonbu bo'shadingizmi? Salom alaykum. Tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Hayitlaringiz bilan. Rahmat, birga bo'lsin. Bu yerda so'zlar charchamassan, bardan baqmat. Rahmat, Xudoga shukr. Mana anchadan beri video qo'ymayaptim, obunachilar telefon qilib. Endi ekib olsin, bo'shadi odamlar hammasi. Bo'shadi. Mana ro'zani tugatdi. Endi sekin. Endi ekish kerak. Xotirjam ekib olsa bundan buyog'i ko'karveradi. Ha, ko'karveradi. Xudo xolisa. Nima yengilliklar olib keldingiz? Yangiliklar hamma narsa bor. Mana buningiz nima ekan mana bu? Mana bu narsa turshigini ham qo'yib qo'yibsiz-ku. Bu yangilik mana go'jja degan. Go'jja? Go'jja. Nima narsa bu endi bu? Bu yagida bo'ladi. Ha, yagida. Nihoyatda foydali. Mayizdan bo'ladi bu. Magiz bo'ladi buni. Nimalarga foyda endi? Bu jigarga foyda birinchi o'rinda. Bilurbiy. Qonni almashtiradi 70 mingdan. Kichkinalari 30 mingdan. Bilurbiynni tushiradi. Jigarga foydali bo'ladigan narsalar hammasi jigarimizda toksin. Ya'ni bilurbiynni tushirib beradigan narsalar bo'ladi. Bu demak bilurbiynni tushiradi. Buni choy qilib damlab ichiladimi, o'zi yeyiladimi? Bu o'zini yeyaveradi. O'zini xuddi turshaga o'xshab yeyaveradi. Buni narxi nechi? Buni xomini ham yeyaveradi. Bunda uzilganini ham, turshagini ham yeyaveradi. Bu nechi pul endi? 50 ming, 60 ming. 50 ming, 60 mingdan ekan hurmatli obunachilar. 70 ming sotayotgan ekan. Qaranglar, mana bu qanaqa chiroyli narsalar bor-a? Xilma-xil narsalar bor. Mana simorodinalar. Mana anaqa yagitkami bu? Yagitkami? Yagitga bu ham. Galubika. 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 Mana malinalar keldi. Bu sotyapsizsiz? Ha, sotyapman. Necha pul sotyapsiz? Buni 300 ming sotyapman. 300 ming sotyapgan ekanlar. Mevaga kirgan. Mevaga kirgan ekan. Malinalar tikonsiz keldi. Mana bu shu hosilga kirayotgan ekanda. Tayyor ekan obunachilar. Malinalar bor ekan. Nejvikalar bor ekan. Malinalaringiz nechi pul? Malinalar 30 mingdan ekan. Smorodoniyalar 30 mingdan ekan. Anjirlar bor ekan. Xullas xilma-xil narsalar bor.
Kelaverasizlar bemalol. Narsalari hali ham naval. Bemalol olib ekvoseli bo'ladi, hurmatli obunachilar. Hozir yerlarda namlik kuchli, ham yomg'irlarning suvini ichib yanada navi kuchayadi-da, juda ham oson bo'ladi ko'karishga. Mana men zontu tutam, lekin bu yil olib borib eksanglar, bu yil hosilga kirar ekan. Sabab chunki men ham yangi ekkanlarim nima bo'ldi-da? Bu yil oldingi yil ekkan bo'lsam, shu oldingi yil o'zida hosilga kirgan. O'zi bitta dona tup ekkanman, bilsanglar. Juda ham zo'rda. Seriyallarim gullayotganlar, mana ekan, mana. Mana mamta gullayotgan ekan, mana. Seriyallaringiz nech pul? Seriallarda 50 mingdan 150 ming. 50 mingdan 150 minggacha ekan. Bemalol kelaverasizlar. Eshon bo'da hamma narsa bor. Xohlagan narsalarni kelib olurasizlar. Xonadoninglarni shu bilan ko'rki ko'rib qo'shib chiroyli qilib qo'yaverasizlar. Qaranglar, atirgullari ham bor. Atirgullari 8 mingdan. Mamti yaponiskiy ayva bor ekan. Yaponiskiy ayva. Mamti olma gullabdi. Turgan joyida. Mana gullagan olma nech pul ekan? Hisobda aytvorasiz. Bo'ldi. Ashini 8 kiloga yaqinlab 300 ming qilib qo'ying. 1 kiloga qo'shib turib, mana olmada turgan joyida gullar boryapti. Bular menimcha karliki olma bo'lsa kerak-da. Shu turgan joyida gullayapti. Egasi ozgina band ekanlar. 5 milliy adden. Hozir bizga javob bera olmayaptilar. Telefonga javob beryaptilar, mana qaranglar. To'g'rilab. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz YouTube'ga video olyapti-ku, narxlar haqida tushuntirib berishingiz kerak. Nech pul ekan bu olmalar? Bular 150 ming so'm. Bu karliki olmami shunda? Bular karliki olma. Bo'ladigan narxlar nech pul? Bo'ladiganlari ko'p olinsa 100 ming narxi beryapti. Bu noklarimiz Bu nokmi bu? nok, kalamaydi. Uzoq ketdim, hamma Abdulaziz qaramoqdim. Nech pul bular? Bular ham shunaqa 150 ming so'm. Endi bizani kuzatuvchilar hammasi shaharlik, unaqa katta partiya olinmaydi. Olinsa bitta ikkita donadan kelib olib Bu ketishi yil mumkin. ekasiz. Ha. Bu yil ekadi, meva qiladi, mana gullab turibdi hammasini, ko'ryapsizmi? Sizlarga nech pul bu? Olmalar ham shunaqa mana. 150 mingdan Hammasi mana guli bilan. Hmm. Meva qiladigan bu karlik uylar bular. Kattalari ham bor naryoqda. Biz dehqonmiz, Farg'onadan Quvadanmiz biz. Mana o'zlari. Telefon nomeringiz necha? 91lik Ha. 116 59 67. Bemalol kelaverasizlar, mana qandolatda eshigida mana shundoq kiraverishida. Bu yoq qo'llarida eshon buvi. Eshon buvida unaqa karlik uy olmalar yo'q, olma bilan nok yo'q. Bo'lmasa o'g'limning nomerini nima qiling? Yozib qo'ying, qo'ying. yana bitta nomer aka. O'chiq bo'ladi ko'proq nomer. Ha? 93lik 348 88 78. Bu o'g'illar ekan. Ismlari nima? Abdulaziz doim mana shu yerda bo'ladi. Mana o'zini ham ko'rsatib qo'yamiz deb. Kelaverasizlar shu yerdamiz. Sifatli Kesanglar, kelishtirib chiroyli qilib qilib beradi. Mana bu yaponiskiy ayvalar ham bor ekan. To'rtiga boshqa pul javob. Nech pul bu yaponiskiy ayvalar? Yaponskilar 500 ming deyapti. 500 mingdan ekan. Bu ham juda joni baquvvat narsa-da. 10tasi Chiroyli bo'lib turadi. 10tasi bitta chiqadi, bitta joydan chiqadi. Bunaqa bittalar shoqmas. Mana. Bular 500 mingdan ekan narx. Mana shunday eshon buvani to'g'rilarda o'tirishadi. Eshon buvani oldilariga kelib turib, daraxtlardan olib turib, shu karlik uyi olma bilan nokdan ham kerak edi desanglar, ko'rsatib so'radilar. Men hozir aytib qo'yaman yana. Eshon buva nomeringiz yetmadi-ku? 91lik men nomerim, eski nomerim. 91lik 622 622 37 22. 37 22 ismlari Eshon buva. Konfet bozorida oldida. Qandolatda shunday yonida. Sizni joyingizni o'zinadan tushib, yurib ko'rsatib keldim o'zi. Nosiba bozori shunday yonida deb. Mana o'zlari bemalol kelaverasizlar, kelishtirib chiroyli narx qilib beradilar. Sizdan yaponiskiy ayva bormi deb so'rab kelsam ham to'g'risini ko'rsatib yuborasizlar. Bo'ldi, buni. Non beraman. Bo'ldi. Nima kerak to'g'ri beraman, kelishicha bo'lsin. Kelib murojaat qilsanglar, bemalol xudo xolisa kelishtirilgan narxlarda qilib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xonadoninglar tinch bo'lsin. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Charchamanglar.